Telefonni har yili yangisini olasiz, lekin tibbiyot kitoblarini hali ham SSR vaqtida chiqqanini o'qiyapsiz. Mana bu qo'limdagi kitobni Amerikada eskirgan sanashadi, lekin bizda esa juda ham yangi hisoblanadi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Talabalar 1967-yilda chop etilgan kitobni o'qishyapti. Axir u paytda hattoki meni ota-onam tug'ilmagan bo'lishgan. Nima uchun mashinalar, kiyimlar, telefonlar har yili almashtirilyapti, lekin tibbiy bilim, tibbiy kitoblar har kuni har yili almashtirilmayapti. Axir kitoblar ham o'z aktualligini yo'qotadi. Ayniqsa tibbiyot borasida. Siz axir shifokorsiz yoki shifokor bo'lmoqchisiz. Siz eski ma'lumotlarga emas, ilmiy asoslangan, yangi texnologiyalar bilan o'rganilgan bilimlarga asoslanib bemorlarni davolashingiz kerak. Isiriq, shamanlar, badlar, qandaydir tabiiy malhamlardan voz kechish vaqti keldi axir.